Yo obunachilar bu boydan zo'rg'a qutulib qoldim. Uyini portlatib qochganimga u juda ham jahli chiqqan. Bu yerda men qishloq topib oldim. Birinchi mana pastga tushib ko'rishim yer bo'lsa qishloqda juda ham zo'r bo'lardi. Yo obunachilar, hammalar sezganinglardek bu boy va kambag'alning ikkinchi qismi bo'ladi. Sizlarni ancha kuttirib qo'ydim, xafa bo'lmaysizlar. Agarda bolalar shu videoda 100 tagina like yig'ilsa, uchinchi qismini ham olamiz. Bundan ham qiziqroq bo'ladi. Hozirroq kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Yo jigarlar pastga tushib ko'raman men. Ashtomga sakrasam. Pastda jitelar borga o'xshayapti, u temirli uy. Chaman mana shu merning uyiga o'xshayapti, temir bo'lsa. Kirib ko'ramiz. Bu yerga merning uyi. Tak. Kim bu? Mer uydamisiz? Ha, uydaman. Kiraveraymi? Ha, kiraver. Salom mer. Va alaykum. Mer hozir men sizga tushuntirib beraman, menga bitta uy bera olasizmi? Rosa ham charchaganman. Ha, yonimdagi temirchini uyini olaver. U bir oyga safarga ketgan. Xo'p, mer sizga ertaga tushuntiraman, hammasini rahmat. Adashmasam mana shuni aytgan obunachilar. Uyga kirib ko'ramiz, nima bo'lsa ham uxlashga joy bo'lsa bo'ldi. Yo jigarlar charchaganimdan eshikka ham solishgan. Uxlab olsam bo'ldi men. Boshladim. Va nihoyat obunachilar bizda tong bo'ldi. Kechqurun qanaqa uxlaganimni bilmadim, chunki juda ham qo'rquvda bo'ldim. Endi men merni oldiga kirib chiqsam, u haqida endi mana shu qishloqda uy sotib olmasam bo'lmaydi. Qani bo'lmasa. Mer. Ha, nima aka? Kirsam mumkinmi? Ha, kiraver. Mer yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Sen qanaqa odamsan? Kecha sen kelishing bilan bir ish bo'ldi qishloqda. Yo, mer qanaqa ish bo'ldi? Sen kelding, orqangdan kimdir keldi, olmoslik kiyimlarda keldi. Hamma jitimlarimni oldida qo'ya qo'y baqirtirib olib ketdi. Kecha sen deb bir odam keldi. Sen uni taniysanmi? Yo, ko'rsam bo'ladimi? Ha, albatta. Kecha kuni u bizning kelayotganda kameralarga tushib qoldi. Ha, mer hozir ko'rsatingchi. U kim? Sen qaydan bilasan uni? Ha, u boy bo'ladi, xasis boy. Mer, oldin men bitta qishloqda yashaganman, kambag'al bo'lib, o'z nonimni topib yeb yurardim. U boy bizni qishloqqa o'tdi va xasislikni qildi, uylarini tozalatdi va menga yaxshi pul bermagani uchun uyni tana-tanaga portlatib kelgandim. Ha, sen avvalgi ishlari yomon bo'pti va sen qishloqda yaxshi tegishli narsalar qilyapsan. Sen uxlab yotganingda men bir ko'chaga chiqib kelgan edim. Jitinlar kamayib qolibdi. Hammasi tepadan bilmayman yo'lchi chiqib kelamiz. Bo'ldi, xo'p, men hozir o'zim ko'rib kelaman, siz ishingizni bitirib turing. Bo'pti, xo'p. Obunachilar, bu mer meni yaxshi tushundi, lekin qanaqa bo'lsa yaxshi mer ekan. Agarda boy qishloqlarni olib ketgan bo'lsa, u juda ham yomon. Tepaga hozir chiqib olaman bu yoqdan. Bo'ldi, hozirroq like va podpiska bosib qo'yinglar, jigarlar. Tepaga qayerdan chiqsam bo'ladi endi men? Bu qishloq menga juda ham yoqdi, lekin mera. Yo, obunachilar, men bu yerdan chiqib oldim. Bolalar, bu rostdan ham shu boymi? Hozir borib ko'raman. Bu nima qilyapti kim boy? Bola lekin yana men ishlatgani kelgan bo'lsa ham ishini qilaman, normal pul bersa bo'ldi, bu qishloqlarga tegmasa bo'ldi. Yo boy. Bu tezroq hamma ishlarni qilish. Bo'lsam otib olaman. Yo bola, bu o'sha xasisligini yo'qotmoqchi. O'tyaptimi? Men borib o'zim aytmasam bo'lmaydi. Boy, to'xtang. Boy, meni tanidingizmi? Otmang boy. Iltimos.
Men o'sha Sen siz kimsan? uyingizni portlatganman, meni orqamdan kelganga o'xshaysiz. Sen mayoqqa yurgin, sen bilan o'zim Men alohida o'zim gapirishni portlatgan. kiyimlarim almashtirgandim. Boy kechki oldi. Yurmayoqqa. Qayoqqa boray? Uyga kirgin, sen bilan o'zim alohida gaplashaman. Boy kecha keldi sizni kamerada ko'rdim. Birpasda shuncha jitilga uyingizni qurdirdingizmi? Ha, bo'l, sen gap moddalamasdan kir uyga. Bo'ldi, xo'p, boy. Gaplashaman. O'sha uy cho'tki uylar. Ular Senlar ishlarni bitirdingmi? Ha, bo'ldik. Bizni qo'yib yuboring endi. Iltimos. Ketoverish. Xo'p, rahmat. Otmaganingiz uchun voy. Bo'pti. Sen tepaga chiqqan vaqtda bo'ldi, xo'p. ketinglarda Alloh. Ha, boy, nima qilayin? Sen nimaga meni uyimni portlatib qochding? Hozir men shu qurollarim bilan sen basharangdan dard toshib qo'yaymi? Yo'q, boy. Ha? O'sha kuni hashishlik qilib meni pullarimni bermadingiz. Men nima qilay? Men ham o'zimni qornimni to'ydirishim kerak. Obunachilar to'g'rimi? To'g'ri bo'lsa izohlarda qoldiringlar. Nima qilishim kerak? Voy, yana bir imkon bering. Bo'pti. Hammaning ikkinchi imkoniyati bo'ladi. Senga ham yana bir marta imkoniyat berdim. Omalingga bir marta o'shni qilsang, mendan yaxshilik kutmagin. Bo'ldi, Endi xo'p, boy. Seni bunaqaligini qarab o'tirmasdan rosmonasiga otib tashlayman. Bo'ldi, xo'p, boy. Men hozir uyga borsam maylimi? Bo'ldi, xo'p, men ko'zimga ko'rinma, yo'qol. mer bilan gaplashib qolaman. Boy, u ishlar bo'lsa ayting, albatta qilaman. Bo'pti, yo'qol. Bo'ldi, xo'p, bolalar. Tezroq boyni oldidan qutulib oldik endi keldi. Merni oldiga borib aytmasak bo'lmaydi. Mer uyda bo'lsin-da. Mer uydamisiz? Ha, uydaman, kiraver. Hozir mer eshigingizga ham tushmayapman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mer u boy o'sha mening qishlog'imdagi ekan. Sizning qishloqlaringizni olib o'ziga uy qurdirib olibdi. Yo'q, ashtaqami? Ha, mer sizga yaxshi gap aytaman, lekin uni oldiga bormaganingiz yaxshi, chunki u tish tirnog'igacha qurollanib olgan. Sizga maslahatim. Ha, bo'pti. Mer lekin u menga ikkinchi imkoniyatni berdi, meni o'ldirmadi. Men mana shu temirchining uyida yashab tursam bo'ladimi kelganigacha? Ha, albatta yashab turaver. Ha, aytganchalik ikkinchi imkoniyat bergan uchun yaxshi, zo'r. Bo'ldi, xo'p. Mer sizga ham rahmat o'sha uyni menga berib turganingiz uchun. Bo'pti, xo'p. Bolalar endi men u temirchilikgacha bir maza qilib o'tib olmasam bo'lmaydi. Obunachilar mana men uxlab turdim. Yaxshi bo'lmasa ham bo'laveradi. Kechqurun bolalar men eshigimni kimdir taqillatgandek bo'ldi. Meni oldiga kirib bir so'raychi. O'sha taqillatmadim ekan. Mer janoblari, Ha, uyingizga kiryapman. kiraver. Mer kimdir meni uyimni kecha taqillatganga o'xshadi. Siz emasmidingiz? Ha, men edim. Biron narsa bo'ldimi menga? Yolg'on xabar bor. Nima mer? Sen yashab turgan o'sha uyni egasi temirchi Ha? o'sha bir oyga ketgan jet safaridan vafot etibdi, o'libdi sudda. Yo'q, men rostdan Ha, albatta. u yaxshi odamga o'xshaganda, uylari ham bir yaxshi edi, menga ijaraga berib turgan uylari. Men lekin hamdardlik tilayman. Bo'pti. Ha, aytganchalik endi u uyni yolg'iz qo'ymaymiz. Sen har kelding, mana shu yerda yashayverasan. Oyoqqa o'tsang, bitta dokument bor. Ana shu seni nomiga rasmiylashtirilgan. Yo'q, rostdan endi bu uy mengami? Ha, albatta senga. Endi uning chirog'ini men yoqib turaman. Ha, Men bundan xursandman, lekin o'lgan odamning chirog'ini yoqib turish. Mana shu yoqdami? ha, albatta. Albatta. U bola unga rasmiylashtirgan bo'lishibdi mer. Rahmat kattakon. Lekin juda ham afsusdaman. Ha, men ham afsusdaman. Eng yaxshi ko'rgan ishim edi o'zi. Ha, hamdardlik beraman. Bola endi uyimizga o'tdi. Asha men ham ashuni yaxshi bo'lmadi. Biz bu dokument uyga solib qo'yamiz, chunki bu uyimizning dokumenti bo'ldi. Endi mening yangi qishloqda uyim bor bola. Uyga qo'yamiz.
go'shtimni olib olaman. Va men endi boyni oldiga borayda, u meni kesilgani uchun bir yaxshilab gaplashib kelayin. Boyni oldiga boraylik endi. U nima qilyapti ekan? Har doimgidek uxlaydi-da. Eski qishlog'imdan ishda berib. Boy uydamisiz? Ha, uydaman, kiraver. Qattu uyi. Mani mashinam, qattu uyi. Boy, men qochganimdan keyin repga o'tib ketdingizmi? Ha, Boy, bu ish bo'lsa aytavering bemalol. bo'ldi. Ish borda bitta. Qanaqa ish? Pulini bersangiz bo'ldi, bu ish qilaveraman. Turing, nariyoqqa qarab turing. Bo'ldi, ha. Boy, sen o'ldiryapsiz. O'ldirgan bittasi. Bo'ldi, boy, birinchi so'z ayting. Ish bor. Yo'q. Chiqaymi, boy? Ancha o'zim olib boraman. Pulni bir haftada beraman. Bo'ldi, bersangiz bo'ldi, boy. Sizga Menga ishonaman. aytgancha yana bitta gap bor. Qanaqa? Sen ovora olib meni uyimni portlatib, bunaqa qilib, alimlarni qo'yishib bo'lmay, men bilan tovolaram bunaqalarni. Bo'ldi, xo'p. Boy, men gapingizni tushundim. Boy, bu daraxtlarni nima qilamiz? Chiroyli daraxtlar ekan-a? Ha, albatta. Sizga yoqadimi shu daraxtlar? Ha, mashinadan chopib berasan menga. Bo'ldi, xo'p. Men mashinadan chopib berasan, o 30 ikki yetadimi? Menga Mana bu boltani ol. bo'ldi, xo'p. Siz o'zingiz bemalol ishingizni qilavering. Obunachilarning ishga kirishdi bo'lmasa. Bu boy o'zingizga o'xshayapsiz. Bizda 5 tagina daraxt bo'ldi, xolos. 8 ta va 9 ta. Endi 9 tagina bo'libdi va bizning 10 daraxtimiz. Obunachilar mana ozgina qoldi, 27 ta bo'libdi. 29 ta. Biz bundan 32 ta qilsak boy yetadi dedi. Endi aytganimga ko'ramiz. Yaxshi ko'tarsa bo'lgan 33 ta ham bo'lib ketdi. Endi bo'lmasa 2 ta daraxtimiz boy. Boyni uyni oldiga eksa bo'ladi va 3 ta. Ham bo'lmasa biz boyni oldiga ketdik. Uni yaxshi ishini qilsam, yaxshigina pul to'lasa kerak. Jitellar, nima qilyapsizlar? Biroz darani yurib qolsin. Boyni uydan yo'qolinglar. U otib qo'yish mumkin sizlarni. Ha, bo'pti. Boy, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Uydamisiz? Ha, uyda kiraver. Mana shu eshiklarga hech o'rganaman. Boy, qayerdasiz? Topchi. Tepadami? Qadar? Yo'q, boy, qadar. Boy aka. Men hazillashmang. Yo'q. Ismingiz ko'rinmadi, boy. Qani bu? Fokuschilingiz ham bormi, boy? Siz unaqalarni o'zimning qishloqda ko'rmagandim. Boy, daraxt, mana men aytganingizni qilib keldim. Boltangiz sinib ketdi, boy. Bo'pti, mayli senga. To'xtachi, nimaga sindi? Daraxt chopganim uchun sinadi, nimaga sinadi, boy? Ko'p daraxt choptirmadimmi senga? Emas, ko'p daraxt topdim. Ko'p daraxt choptirganim yo'q. Bo'ldi, boy, otmasangiz bo'ldi. Mana siz bilan hazillashdim men. Просто ikkilanmaslik Shuncha ekanu. Yo'q, bo'ldi, boy. Urmang. Asabimga tegmagin. Bo'ldi, xo'p, boy. O'zimga berolmay qolaman. Bitta xohlasam mana shu qishlog'ingni ham sotib olaman, tushundingmi? bo'ldi, xo'p, boy. Uzr. Mana shu joyingizda uxlasam bo'ladimi yo kirib qo'yamanmi? Yo'q, kirib qo'yasan, yo'qoldi. Bo'ldi, xo'p, men uyimga ketdim. Ertaga ham ish bo'lsa ayting. Bir haftada beraman dedingiz-a pulimi? Bo'ldi, xo'p, boy. Obunachilar kun ham otdi. Boyni bir hafta ishini qilib bersam bo'ldi, yaxshigina pul to'lasa kerak va menga ham bir yaxshiroq pul bermoqchiman, chunki u juda ham zo'r inson ekan. Shu zo'r uyni shundoq berib yubordi menga. Bola, nima deb o'ylaysan? Men juda ham yaxshimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boyning uyiga boramiz.
U uyqudan turdimikin? Boy, uydamisiz? Ha, uydaman, kiraman. Yo'q. Boy, qayerdasiz? Qurol ushlab turibsiz. Boy, yana eshik qilib tashlaysiz. Boy, o'g'laydi. Hech kim bilmasin. Boy, nima qilyapsiz endi? Nima qilyapman ekan? Nimaga aytib turibsiz boy? Qiziq, qara qurollar bilan. Yo'q, qisilib qoldim. Voy, kim otyapsiz? Mana Mana shunisi nima? Teskari turgan sindirgan. Mana voy. O'zim qo'yib qo'yaman. Mana voy. Senga aytdim. Qo'yib qo'y qilishdi. Men qilich, qurollar qilishni olibman. Bola buni ko'rmadi bizning. Izmurga qilmazamiz, o'sha boymiz biz. Voy, boshqa ishingiz bo'lsa ayting. To'xtab tur, men sandiqlarni ko'rib chiqay. Nimaga boy? Men hech narsa qilganim yo'qman boy. Mana ularga o'ndan mashq qilibdi. O'zingiz o'tirib qo'yganmisizda? Sizmadi lekin bo'ldi. Bu narsalar challoq chiqib qolmaysiz. Boy, ish bo'lsa ayting, bekor yurmang, o'z bir hafta ham oz qolyapti-yu. Ish ham bor. Boy, bu boshingizda nima? Taqoling bo'ldi. Ishlar bo'lsa aytavering. Qanaqa ish boy? Uyda supurdi. Bo'ldi xo'p. Shipirgim bor, tepadan boshlayvering. Ha boy, nima qilay? Ketyapman boy, mana. Bilmaydi, sezmaydi. Boy, boshingiz nima teskariga oldingiz? Shipirgimi? Meni shipirgi bor edi, siz shipirgingiz. Menikida shipir. Bo'ldi, xo'p, meniki endi isqirib ketgan yaxshi. Mana shu yerdan boshlayapti. Boy, bemalol pastga tushib o'tmaslik mumkin. Yo'q. Ha? Nima bo'pti boy, pastga tushavering, men o'zim shipirib qo'yaman. Menga qara. Ha? Menga qara. Qara, nimaga qurol boy? Almaz bilan takalni chiqar. Menda almos takallar yo'q. Chiqar deyapti. O'ldiraman, chiqar. Qaydan bilib qoldi bu narsa? Qarang boy. Sen shunaqa qilaman. Mana boy, oldingiz-u, men endi shifr olay, qochib turing. Bo'lishdi. O'zim mana shu yerda qarab turaman, sen atrofdagilaring bor ekan. Bu yerlar bo'l, pastga tushib ketamiz, bularni qo'shib turamiz. Obunachilar bir hafta ham tezda o'tib ketdi. U boyning qanchalik qilmadi, men juda ham shoshilib ketyapman. Chunki men birinchi oyligim emas, haftaligim olaman, bolalar, o'zimga eriyman. Ro'zada. Ketdim, men tezroq boyning uyiga boraydi. Men xursandman. Tezroq boy pulimni bersa bo'ldi. Yo, jiddilar. Men o'sha oyligim olyapman. Nima deysizlar, yaxshimi? Ha, yaxshi, zo'r, qo'yin. Ishingni yaxshi bajaribsan shekilliga. Ko'rsatsan. Ha, menga bir haftaligimni boy bermoqchi. U yaxshi boy bo'lib qopti. Bir hafta ishini qilib berdim. Ha, bo'pti. Agar ertaga uyimga kelsang, yaxshi mehmon qilaman, jitel. Ha, bo'pti. Qolganlarga ham aytib qo'y. Ha. U men xursandman bolalar. Hali pulim olganim yo'q, lekin shunchalik xursand. Boy, kirsam mumkinmi? Kiraver. Boy, sezyapsizmi? Bugun 7-kun oyligimni olishim kerak, haftaligimni. Berasizmi? Qancha pul berasiz? Bolam intizorlik bilan kutyapman, ko'proq bersa bo'ladi. Qancha beray? Beravering boy. Yo'q, meniki turib ol, meniki turib ol. Qayga? Meniki turib ol. Ha boy. Qancha beray o'zingga? Beravering o'zingizdan chiqarib. Qancha bermoqchisiz? Qancha beray? Qurol berasiz menga. Boy, yo'q, men qurol kerak, pul bering.
Yo'q boy, Ha? nima qilyapsiz? Nima qilyapsiz? Yo'q, bu nimaga men tushunmayapman boy, pulini berasizmi? Mana shu seni pullaring bo'ladi ishlagan. Yo'q boy, urmang. Shu pul bermoqchi emasmisiz? Endi tushunibsan. Yo'qol uyingda. Shuncha ishingizni qildimi boy? Yo'qol. Siz o'zgarmabsiz. Birinchi obunachilar bu umuman o'zgarmabdi. Shunaqa ham xasis boy bo'lamiz. Bola 3-qismi hali chiqib olsin-da, shunaqa qiynayman-ku boydi. Bola, bizning ikkinchi qismi ham tugadi. Xayr, salomat bo'ling. O'sha gap, agar shu videoda 100 ta like yig'ilsa, 3-qismini chiqaramiz. 3-qismda endi boyni umuman yo'q qilaman va intiho oxirgi qism bo'ladi. Xayr.